Siz bugun sotib olgan narsaning yarmi sizga umuman kerak emas edi. Ammo siz baribir xarid qildingiz. Nega? Kimdir sizni majbur qildimi? Yo'q, siz o'zingiz xohladingiz. Ammo bu xohish qayerdan paydo bo'ldi? Marketing bu mahsulot haqida gapirish emas. Bu sizning fikrlaringizni boshqarish san'atidir. Bu yolg'onmi, haqiqatmi? Bugun biz ushbu mavzuni tilka-pora qilamiz va siz video oxiriga kelib, o'zingizni do'konda qanday qilib boshqarilayotganingizni tushunasiz. Umuman olganda, marketing nima? Marketing va reklama farqi. Yaxshi marketing sizga nima kerakligini emas, nima xohlayotgandek tuyulishini sotadi. Misol, Apple texnik jihatdan oddiy narsa, lekin sizni prestij bilan sotib olishga majbur qiladi. Shuningdek, marketingda psixologik manipulyatsiyalardan ham juda ko'p foydalaniladi. Emotsionallik, reklamalar hissiyotlarga uriladi. FOMO, bugun oxirgi kun, yolg'on emas, lekin manipulyatsiya. Ijtimoiy dalil, 10 ming odam xarid qilgan, sizni ergashtirish maqsadida. Endi esa sizlarga brendlardan yasalgan haqiqatni misol qilib keltiraman. Starbucks 10 barobar narxdagi oddiy qahva, Coca-Cola mahsulot emas, xotira sotiladi. Brendlar sizni qanday o'ziga bog'lashi? Marketing etikasimi yoki firibgarlikmi? Marketing nima? Vaqtgacha halol hisoblanadi. Aldash va ishontirish orasidagi nozik chiziq, soxta chegirmalar, feedbacklar, limited editionlar. Agar sizni haqiqatni bilgan holda xarid qilishga emas, tushunmasdan xarid qilishga majbur qilishsa, bu aldov emasmi? Qurbonmi yoki o'yinchi? Xaridor sifatida qanday himoya qilinadi? Bilimli mijozlar marketingga qanday qaraydi? O'zingizni qanday marketingdan himoya qilish? Hissiyot bilan emas, ehtiyoj bilan xarid qilish. Brend emas, sifatga e'tibor berish. Xulosa va chaqiriq esa shunday. Marketing sizni boshqaradi, ammo u sizga xizmat qilishini istaysizmi? Tanlov sizda. Har safar biror narsa xarid qilmoqchi bo'lganingizda, ushbu savolni o'zingizga bering. Bu men xohlayotgan narsami yoki ular xohlayotgan narsami? Bundan ham ko'proq foydali kontentlar uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.